Oğlum assalomu alaykum. Mana bugun Qashqadaryo Qamashi Qamay O'lmas qishlog'i. Oğlum assalomu alaykum. YouTube kanali, Telegram kanali obunachilarimiz mana bugun Qashqadaryo Qamashi Qamay O'lmas qishlog'ida uchastka bor. Sotiladi deyilyapti. Nechta hozir bilib o'tamiz nechtaligini. Uchastka bor. Suv keladi, oqma suv. Bu yerdan zavordan suv keladi. Har tomonlama qulaylik sharoiti bor. Hozir nechta nima hammasini tanishtirib o'taman sizlarga. Har tomondan suv keladi. Sharoiti yaxshi zo'r. Kim borib tegin qilaman desa, yaxshi. Sizlar xizmatingizni Tillik studiya. Mana bugun men tanishtirib o'taman sizlarga. Hovli uchastka egasi. Mana. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Bu uchastka necha sotixlik? 20 dan oshiq 25 sotiq barda, 25 dan ham oshiqroq. Kelishilgan holda sotamiz. Bu qanday sharoitlar, qanday? Qayerda suv keladi, nima bilan nima qiladi? Qo'lni birinchi quloq. Tushar oqmas. Yakkabog' qurbadan yakkabog'dan keyin tutaya. Hamma qulayliklar bor. Yaxshi. Panamarda qolgan. Ayting. Ayta, telefon raqamingizni aytib qo'ying. Xo'p. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 99lik 626 20 70. Shu telefon raqami o'zingizniki, ha? Bemalol shu telefon raqamiga bog'lanasizlar. Ha. Uchastka 30 sotixlik, 25 sotixlik deyapti. Yaxshi.